Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga yana o'zimning radio texnikalarimni tanishtirishda davom etaman. Bugun sizlarga Sovet davrining eng mashhur va qimmatroq magnitofon Romantik 306-1 modelidan bir tanishtirib o'taman. Video obzor qilib ishlatib, videoni shunaqa romantik magnitofon tutgan do'stingizga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi va izohlarda kommentariyada kimda shunaqa magnitofon bo'lgan yoki haligacha bor yozib ketsangiz va kerak bo'lsa bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Video yoqsa like bosishni unutmang. Demak, boshladik. Mana dizayniga e'tibor beringlar. Romantikimizning qo'llari yaxshi holatda bu magnitofonimiz. O'z davrida mashhur bo'lgan magnitofonlar davrasiga buni qo'yib tekshirib beraman. To'kkulab. To'kkulab oldik. O'chirib yoqadigan knopkasi, mana lampochkasi yondi. Mana o'sha davr moslab bir kaseta qo'ydik. O'sha davrga qaytgandek bo'lish uchun. Опять вернется счастье, станет даль ясна, и в мир опять придет весна. Перемотка ham turibdi. Опять заблещут зори нас, любовь найдет. O'sha davrga moslab bir kaseta qo'ydigan, chunki bu 80-yillar magnitofoni. Endi olasizlar o'zimizni davr kasetalarni ham qo'yib tekshirib beraman. Endi bu shunga mos bo'lsin deb kaseta qo'yganim. Hozir Dado guruhining kasetasini qo'yib ko'ramiz. O'sha davr 2000-yillarda mashhur bo'lgan gruppa. Ozgina piknik qilib turibdi. Xullas, mana ishlashlari shunaqa variantda. Video yoqqan bo'lsa like bosib ketinglar va keyingi video obzorda bizlarni kutib qolinglar. Yaxshilari hali oldinda, keyingi video obzorda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.